Ochamizmi? Ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu DJI Osmo Pocket 4P, ya'ni Pro degan versiyasi. Osmo Pocket 3 bor edi, 4 bor edi, hatto Luna Ultra chiqqan. O birinchi ikkilandim juda ham. Ikkovining narxi aşağı yuqori bir xil, ya'ni $900 atrofida. Osmo Pocketda ham ikki namudi bor. Vlog combo, ya'ni blogerlar uchun. Keyin prostoy bor. Prostoyga farqi nima? Faqat kamera bor. Vlog kombosiga mana bunaqa mikrofon bor ekan. O'zini yana fonari, shtativchasi bor ekan. Mikrofoning bo'lsa kerak emas deyishdi, lekin men bu mikrofonni qo'llanib mamnun bo'lganim uchun mayli dedim. Yana bitta mikrofon zarar qilmaydi bizning ishimizga. Qolaversa sayohatimiz bor. Bismillah deb ochamiz. Bu Texnoblog kanal emas, Turkiya haqida obuna bo'lib qo'ying. Shunchaki qiziqarli bo'lgani uchun o'zimga, sizlarga ham ulashkim keldi. Yaqinga chiqdi. Turkiyada hatto rasmiy sotilmaydi, tanish bilish qilib oldik. Bor albatta ba'zi do'konlarda bor, lekin ko'p joyda hali beri kelgani yo'q. Amerikada ham yo'q ekan. Sizlarda bo'lsa narxi qancha? Ya'ni O'zbekistondan izlayapsizmi, Koreyadanmi, qayerdan izlasangiz ham narxini aytib yuboring. Juda ham qiziq menga. Ichidan nima chiqar ekan? Bu chexol bo'lsa kerak. Chexolni ham bitta ko'rsataman. Hammasini ichiga DJ faqat ular reklama qilishadi. Priyatni. Luna ham yaxshi sayohatga deyishdi, lekin men sayohatga sinamoqchiman. Ko'proq qismimiz intervyu bo'lgani uchun DJI tavsiya qilishdi, shuning uchun DJI oldik. Luna hatto bundan ozroq arzonroq ham edi. O'zi bular raqobatchi. Insta 360 Luna bilan DJI katta raqobatchi. Ichida nima bor ko'ramiz. Xo'sh, bu mana shu biz aytgan chiroqlari yonadi. Bu mikrofon naqalari. Yo bu shtativ bo'lsa kerak. Mana mikrofonlarimiz endi 1 2 yana bir komplekt mikrofonimiz bor. Toshkentga Amerikadan do'stlarimiz jo'natishgan. 3 ta mikrofonimiz bor. Chunki bizning ishimizga mikrofon juda ham kerak. Rasmga katta ko'ringan bilan o'zi bir kichkinagina ixcham qulay ekan. Action kamera qo'llanganman, boshqa kameralar qo'llanganman, lekin bu endi yangi birinchisi bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shunaqa ekan. Ko'zchalari bor. Ruscha bo'lsa qulayroq, o'zbekcha yo'q deb o'ylayman. Endi bu bilan ham olyapmiz. Qulay juda. Men birinchi marta bo'lsam tushunarli, osonda, ya'ni bunga ko'p naqa tugmalari ham yo'q, oson. Faqatgina 2-3 kun qo'lni o'rgatish kerak. Sayohatni o'z Istanbuldan boshlaymiz, nasib qilsa. His qilyaptimi, o'zimizni olyaptimi? Xullas, shunaqa, ya'ni bir hech qanaqa evrika yo'q. Kamera men uchun bilmadi, wow emas, kerak uchun. Mana bunaqalari bor ekanda. Prostoyga shulari yo'q, faqat kamera bor. Farqi shu, narxi $150 farq qiladi. Hatto $200 farq qiladi. Polni komplekt olib boraylik. Xayrli bo'lsin deb yozib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Xalq uchun, manfaat uchun ham videolar olamiz, faqat biznes uchun emas. Sog' bo'ling, kanalga obuna bo'ling. Turkiya haqida ko'proq ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz kuzatib boring. Pultam bor ekan. Endi hammasini ochamiz. Chiroqlari yoki jaydar qilib aytganda svet, mikrofonlar, magnitlar, bularni bilasizlar. Menda ham DJI Mic 3 bor. Qoraydi. Bu oq ekan, shunisi yaxshi bo'ldi. Ya'ni adashtirib qo'ymayman, yangisi. Ikkovi bir xil narsa. Ya'ni bu ham Mic 3, oxirgi bu ham Mic 3. Bu faqatgina farqi dock stansiyasi bor. Ya'ni o'zi quvvat oladi. 4-5 ta shunaqa kabellar bor. Endi buni olib topib olish kerak. Nima uchun? 1 2 3 4 bu yana usti ham bor ekan, qiziq. Endi bularning har bittasini ochsak, vaqtimiz ancha ketib qolar ekan. Video ham zerikarli bo'lib qolar ekan. Hatto mana buni gri rangiga ham qilsak bo'lar ekan. Kul rang. Endi telefon albatta yaxshi, qulay, lekin telefonda doimo bunday ko'tarib yurganda bu intervyularga, ya'ni bizni formatga juda ham qulay.